Aslida xotira uyg'onsa go'zal deyishadi. Mana shu lavha orqali ham buni yana bir bora guvohi bo'ldik. Har bir kunimizga shukrona aytishimiz kerak. Chunki yaqingina o'tmishimizda ancha voqealar bo'lib o'tgan va Ikkinchi jahon urushi ishtirokchilari, Afg'on urushi ishtirokchilarini hayot tarzi, o'sha davrdagi kechinmalar, oilasining ahvoli haqidagi biz faqat eshitganlarimizni o'zi dahshatliydek tuyuladi. Lekin aslida bularning hammasi hayotda bo'lgan. Biz faqat ertaga eshitganga o'xshaymiz. Ammo o'sha raqamlarda, hujjatli filmlarda, kinofilmlarda bu holatni bir qisminigina tasavvur qilishimiz mumkin bo'ladi. Ammo mana shunday qahramonlarimiz esa aynan ularni ko'rgan va his qilgan, boshidan o'tkazgan mana shu jarayonlarni va bugungi tinchligimizga ko'z tegmasin, ana shu tinchligimizni asrab turgan harbiylarimiz omon bo'lsin deymiz. Albatta, biz bu mavzuga bekorga so'zni aylantirmadik, qadrli teletomoshabinlar, chunki bugun studiyamizda shu sohaga daxldor bo'lgan mehmonlarimiz taklif etilgan va ularni birin-ketinlikda taklif etamiz va tanishtirib o'tamiz. Albatta, dasturimizda mehmon bo'layotgan jamoa yaqindagina harbiy akademik litseylar o'rtasida o'tkazilgan Amir Temur vorislari harbiy sport musobaqalari g'oliblari bo'lishadi. Ular Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy litsey jamoasi faxrli o'rinni egallab qaytgan va 7 ta jamoadan ishtirok etgan 7 ta jamoa 140 nafar ishtirokchi orasidan kuchlilari saylangan va o'sha kuchlilar orasida bizni Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litsey jamoasi ham borlar. Ularning ustozlari Umirbek Alloyorov, Intizor Alloberganova hamda mana shu litsey o'quvchilarini taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Xayrli tong, xayrli kun, xush kelibsizlar. Sizlarni studiyamizda ko'rganimizdan juda ham mamnunmiz. Xo'sh, endi bugun studiyaga tashrif buyurgan har bir qadrli mehmonimizning yuzidagi tabassum bizni ham qaysidir ma'noda yaxshi kayfiyatdagi insonlar bilan suhbatimizni bo'lib o'tishiga o'zini hissasini qo'shmoqda. Va yaxshi natijadagi, chunki bugun mehmonlarimizni barchasi yuqori natijalarni qo'lga kiritib kelgan insonlar va natijalar bilan ham tabriklaymiz. Mana harbiy sport musobaqalari. Amir Temur vorislari deb atalishini o'zida ham bir alohida bir ramziy ma'no bor. Mana shu yigitlarimiz ham buyuk ajdodlarimizga munosib avlod bo'lib shakllanishlari uchun ham aynan mana shunday musobaqalar tashkil qilinmoqda. Lekin bu musobaqalarda qo'shimcha zamonaviy bellashuvlar ham bo'ldi, to'g'rimi? To'liqroq, batafsilroq o'zingiz to'xtalib o'tsangiz. Amir Temur vorislari sport musobaqasida harbiylashtirilgan estafeta, drone racing, voleybol sport turi, ko'p kurash, shunaqa sport turlari o'tkazildi. Robototexnika yo'nalishining sumo bellashuvi jangida o'quvchimiz faxrli birinchi o'rinni egalladi. Voleybol sport turida terma komandamiz faxrli 3-o'rinni egalladi. Drone racingni, dron uchirish musobaqasida faxrli 3-o'rin. Yutuqlarimiz yaxshi. 7 ta komandani o'rtasida Jaloliddin Manguberdi harbiy akademik litsey faxrli 3-o'rinni egalladik. Bu juda katta natija. Albatta, biz endi o'quvchilarni taassurotlari haqida gaplashsak, bugun ko'zlari, yuzlari shijoatga to'la bo'lgan o'quvchilarimizni hozir endi maqtagan o'quvchingiz bilan boshlaymiz endi, to'g'rimi suhbatni? Xush kelibsiz. Muvaffaqiyatlar bilan tabriklaymiz avvalo. Katta rahmat. Men Jaloliddin Manguberdi harbiy akademik litsey o'quvchisi Bekturdiyev Islom. Robototexnikaning sumo jangi bo'yicha qatnashdim va faxrli birinchi o'rinni egalladim. Biz bu musobaqada nafaqat bellashdik, balki shu harbiy akademik litseylardan borgan o'quvchilar bilan do'stlashdik va o'z tajribalarimizni almashdik. Bu bizga juda ham katta yutuq va sharaf deb hisoblayman. Albatta, do'stlashdik degan joylarga ahamiyat qaratdingizmi? Biz raqobatdosh deb qaramadik, do'st deb qaradik hammaga deyaptilar bu gaplari bilan. Ajoyib, endi mana shu tahsinga loyiq. Robotlarni ham o'zingiz yasadingiz. Xuddi shunday. Biz robotlarni o'zimiz yasadik. Litseyimizda bu bo'yicha to'garaklar tashkil qilingan. Hamma o'quvchilar bu bo'yicha qatnashadi va qiziqadi. Demak, mana shunday yoshlarimizni, bo'lg'us harbiylarimizni aynan faqatgina sport bilan emas, aqliy jihatdan ham, zamonaviy texnikalardan foydalanish jihatdan ham har tomonlama tayyorgarlik jarayonlari bo'lyapti. Va natijasini mana bitta o'quvchimizda ko'ryapmiz va boshqa o'quvchilarimiz ham mana yo'nalishlarda voleybol dedingiz va dron uchirish musobaqalari, turli xil yo'nalishlarda ishtirok qildilar. Xo'sh, hayajon qanday bo'ldi? Ishtirok hayajon bo'ldimi o'zi? Hayajon ham oz-moz bo'lib turdi, lekin biz bu hayajonga qaramasdan hayajonni yengib munosib qatnashdik deb o'ylayman. Juda ham yaxshi bo'ldi.
Natijalar ko'zni quvontiradi va aynan yoningizdagi o'quvchilar bilan ham biz suhbatlarni davom ettirsak bo'ladi. Xo'sh, sizlardagi kayfiyat qanday bo'ldi? Do'stlar orttirdik degan jumlalarni ishlatib o'tdilar. Va bu borada endi raqiblar ham bo'ladi. Qaysidir ma'noda nimalarni o'rgandingizlar, qanday fikr almashdinglar bir-birlaringiz bilan? Avvalambor assalomu alaykum. Jaloliddin Manguberdi Harbiy akademik litsey o'quvchisi Ibrohimov. To'g'ri, do'stim aytib o'tganday yaxshi do'stlar orttirdik. Muhimi respublikamizdagi tengdoshlarimiz bilan kuch sinashib ko'rdik. Muhimi o'zimiz darajamizni bilib oldik. Men o'zim sport ko'p kurashi bo'yicha qatnashdim, faxrli o'rinni egalladik va jamoamiz bilan 3-o'rinni egallab keldik. Juda yaxshi. Endi bu jamoaviy harakat ancha murakkabroq. Faqat o'zing emas, atrofdagilarni ham nima qilmoqchi, nima demoqchi, u qanday o'ylayapti, shuni ham tushuna olish kerak-da bir vaqtning o'zida. Musobaqa juda ham shiddatli bo'ldi. Albatta hayajon bo'lib o'tdi hammamizda. Qiziqishlarimiz bo'yicha shu yaxshi natija egalladik keyin. Ajoyib. Yigitlarimizga uzanamiz, marhamat. Jaloliddin Manguberdi Harbiy akademik litsey o'quvchisi Saidqulov. Biz voleybol sport turi bo'yicha qatnashdik. Musobaqa shaffof bo'lib o'tdi. Shunga qaramay biz 7 ta temirbeklar o'rtasida 3-o'rinni egalladik. Biz bundan juda ham xursandmiz. Musobaqada ko'plab do'stlar orttirdik. Musobaqa yaxshi bo'lib o'tdi. Biz xursandmiz 3-o'rin olganimizdan. Endi keyingi safar 1-o'rin. Nasib bo'lsa qilsa, keyingi safar 1-o'rin egallaymiz. Asosiy maqsad shu baribir. Juda ham sizga ham. Xo'sh, sizda hayajonlar qanday bo'ldi? Mana ishtirok baribir musobaqa nomi bilan insonning tayyorgarligi, unga chiniqish uchun ham mana shu yerga borib olguncha ham tayyorgarliklar bo'ldi, to'g'rimi? Shunday, avvalambor assalomu alaykum. Men Jaloliddin Manguberdi nomidagi Harbiy akademik litseyining 1-bosqich o'quvchisi Aytboyev Ozodbek bo'laman. Ungacha dron tayyorlandik. Hayajonlar bo'ldi. Lekin hayajonlar yengib, o'zini ishonib, shu orqamizda litseyimiz nomi turganini his qilib, bizlar harakat qilib va faxrli 3-o'rinni oldik. Men dron racing bo'yicha, sport turi bo'yicha bellashuvda 3-o'rin egalladim. Juda yaxshi. Ozodbek, biz yana suhbatimiz bilan davom ettiramiz. Undan oldin intizor sizga yuzlanmoqchimiz va aynan hozirgi kunda Harbiy akademik litseyda o'quvchilarga yaratilgan imkoniyatlar, hozir natijalar haqida gaplashyapmiz, lekin bu natijalarning ortida qancha mehnat turibdi, to'g'rimi? Mana shu mehnatlarni albatta ustoz pedagoglarimiz sa'y-harakatlari bilan amalga oshirilgan jarayon desak ham hech kim qilmagan bo'lamiz. Mana shu tanlovga bo'lgan tayyorgarchiliklar qancha oldin boshlandi va sharoitlar haqida ham o'zingiz qisqacha aytib o'tsangiz. Albatta. Jaloliddin Manguberdi Harbiy akademik litsey o'qituvchisi, ingliz tili fani o'qituvchisi Allobergenova intizor bo'laman. To'g'ri aytyapsiz, tayyorgarliklar orqasida o'qituvchilarimizning mehnati yotadi. O'quvchilarimiz nafaqat sport, kuch, balki ilmda ham yuqori natijalarga erishyapmiz. Litseyimiz aniq fanlarga yo'naltirilgan bo'lishiga qaramasdan, til yo'nalishida ham, ijtimoiy fanlar yo'nalishida ham juda ham faol. Til sertifikatlariga ega bo'layotgan o'quvchilarimiz soni ancha yuqori. Yaqinda MDH davlatlari o'rtasida bo'lib o'tgan musobaqada ham fizika matematika bo'yicha o'quvchilarimiz shaxsiy natija bo'yicha 1-o'rin, O'zbekiston Respublikasi natijasi bo'yicha faxrli 2-o'rinni egallashgan. O'quvchilarimiz zamon talablariga mos, vatanparvar deya ayta olaman, chunki ular ilmda ham yuqori, kuchda, bilimda ham va aytayotganingizdek, texnologiyalar hukmron bo'layotgan zamonda texnologiyalar bilan ishlash bo'yicha ham ancha tajribaga ega bo'lishdi. Bu musobaqada texnologiyalar birinchi marta edi. Dron, robototexnikalar. Bularga tayyorgarlikni ancha oldin boshlaganmiz va 1 oy 20 kun oldin yana kuch bilan zabardast oylik deydimi, shunday tayyorgarliklar ko'rganmiz ertalabdan kechgacha. O'qituvchilarimiz juda bilimli, kuchli, salohiyatli. Xudoga shukr, o'quvchilarimizda mehnatlarini ko'ryapmiz. Ishonchlaringizni oqlashdi yigitlar. Albatta, ishonchlarimizni oqlashdi. Salomat bo'ling. Va albatta bu natijalar hali boshlanishi. Albatta, bu boshlanishi, keyingi safar 1-o'rinlarga Xudo xolasa niyat qilib turibmiz. Ajoyib. Bu biz uchun katta natija va tajriba bo'ldi. Albatta, Amirbek, xo'sh, bugun mana shogirdlarni to'garak rahbari sifatida natijalardan xursandsiz.
Va keyingi marralar ham ko'zdan allaqachon adashmasam. Bizning keyingi marramiz hozirda 3-o'rin bilan chegarali qolmaslik. Mana raqiblarimizni ko'rdik, 7 tasini ham. Xudo xolasa keyingi yil Amir Temur vorislari sport musobaqasida faxrli 1-o'rinni olishga, Xorazm viloyatini himoya qilishga xudo xolasa harakat qilamiz. Amir Temur vorislari sport musobaqasidan tashqari ham bizda milliy kurash bo'yicha 1-o'rin, O'zbekiston Respublikasi 1-o'rin olgan o'quvchilarimiz bor. Qo'l jangi bo'yicha 1-o'rin olgan, ham Osiyo chempionatiga yo'llanmagan o'quvchilarimiz bor. Ajoyib, endi mana barcha yo'nalishlarda imkoniyatlar bor. Mana sport musobaqalari deymiz, ilm fan borasida, zamonaviy texnologiyalar borasida va yigitlarimizning rejalaridan ham bir xabardor bo'lsak. Xo'sh, kelgusidagi rejalar qanday endi? Qaysi sohada, mana shu harbiy sohani qaysi yo'nalishda ketmoqchisiz? Men hozirda ikkita fandan sertifikatim bor. Endi kelajakda bojxona institutiga topshirib sodiq xizmat qilish. Ajoyib, endi demak davlat sarhadlarini himoya qilamiz. Men hozirda milliy sertifikatdan 3 ta egallaganman. U kelajakdagi maqsadlarim harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetiga o'qishga topshirib, davlatimga yaxshi kadr bo'lib xizmat qilish. Ajoyib, yigitlar. Hozirda meni ham bitta fandan sertifikatim bor. Kelajakda oliy harbiy bilim yurtlariga kirib, vatanimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarish. Ozodbek, sizda-chi? Rejalar qanday? Mendan ham shu do'stlarim qatori 2 ta sertifikatim bor. Harbiy akademiya topshirish. Ajoyib, endi har bir yigit bu litseyga kelgan har bir yigit albatta harbiy bo'laman deydi. Yurtimni himoya qilaman deydi va mana shu maqsad sari har doim harakat qiladi va mana shu niyatlarga yeting deymiz. Eng muhimi biz mana shunday tinch, xotirjam, qadrdon tomoshabinlarimiz bizni bemalol oynajahon oldida o'tirib, televizor qarshisida o'tirib, oila davrasida bizni tomosha qilishga ham sababchi bo'layotgan insonlar harbiylar hisoblanadi. Biz ham bemalol mana shu dasturni ko'ngil xotirjamlikda olib borayotganimizni ham sababchilari tinchligimiz posbonlari. Albatta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Salomat bo'linglar. Katta muvaffaqiyatlar bilan yana sizlarni studiyamizda kutib qolamiz. Yigitlar, omad. Biz sizlarni har doim qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Sog' salomat bo'linglar.